Toshkentning osuda go'shalaridan biri Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi bugun o'zgacha tarovatda. Bo'suv sohillaridagi feruzarang gumbazning suvdagi aksi va gullagan daraxtlar go'yoki tinchlikning ramziy ko'rinishidek. Ammo Qatag'on qurbonlari xotirasi Davlat muzeyi ostonasidan hatlab o'tishingiz bilan muhit butunlay o'zgaradi. Shahar shovqini ortda qolib, o'rnini teran va mushohadakor sukunat egallaydi. Bu yerga bir guruh talabalar tashrif buyurdi. Ular uchun tarix shunchaki darslikdagi sahifalar emas, balki millatning genetik kodidir. Oramizda shu zaminda voyaga yetganlar ham, ilm izlab boshqa mamlakatlardan kelgan yoshlar ham bor. Biz ular bilan birgalikda bir savolga javob izladik. Nega raqamli texnologiyalar davri avlodi o'tmishning ko'zlariga tik boqishi kerak? Nimaga o'zi biz tarixni o'rganishimiz kerak? Chunki biz tariximizni bilmasdan turib kelajagimizni qura olmaymiz. Va bugun biz bu muzeyga kelib, ijodiyatlarimiz qanchalik darajada bizni shu davlatda yashashimiz uchun, shunaqa o'qishimiz uchun harakat qilishganligini ko'rdik va ularga bo'lgan hurmatimizni yanada oshdi. Muzey zallari bo'ylab jadid bobolarimiz haqidagi ma'lumotlar oldidan o'tar ekanmiz, beixtiyor bir o'xshatish xayolga keladi. Bu insonlar o'z davrining eng ilg'or islohotchilari va tafakkur me'morchilari edi. Ular eskirgan ta'lim tizimini yangilashni, jamiyatga innovatsiyalar olib kirishni va yurtni dunyoga ochishni istashgan. Ularni jinoyatlari uchun emas, balki tafakkur miqyosi kengligi uchun qurbon qilishdi. Bugun biz 3-renessans haqida gapirar ekanmiz, mazkur zallarga boqib bir haqiqatni anglaymiz. 2-renessansga bo'lgan urinish o'z vaqtida shafqatsizlarcha to'xtatilgan edi. O'zbekistonning zamonaviy qiyofasida ko'p millatlilik shunchaki rasmiy termin emas, balki hayotiy haqiqatdir. Buni asli ozarbayjonlik bo'lgan Fardining hikoyasida yaqqol ko'rish mumkin. O'zbekiston ta'siri menga juda hoshima gelir. Xususiyle Men bu yerga kelganimda faqat mahalliy tarixni ko'raman deb o'ylagandim. Ammo o'z taqdirim bilan yuzlashdim. Ozarbayjonda ham biz xuddi shunday fojialarni boshimizdan kechirganmiz. Jadidchilik harakatini o'rganar ekanman, bu insonlar qanchalik global fikrlaganini tushundim. Ular Bakudagi ma'rifatparvarlarimiz bilan doimiy muloqotda bo'lishgan, yagona intellektual maydon yaratishgan. Amir Temur va Temuriylar davricha bu hammamiz tayanadigan mustahkam poydevordir. Bakulik talaba sifatida ayta olamanki, bu muzey begonaning dardi haqida emas, balki bizning umumiy kuchimiz haqidadir. Bu yerda o'zimni musofir emas, balki ulkan bir tarixiy xonadonning ajralmas bo'lagidek his qilyapman. Va bu menga hoshima geldi. Bugungi O'zbekiston o'z o'tmishi bilan ochiq muloqot qilishdan qo'rqmaydigan mamlakat. Talabalarning Shahidlar xotirasiga tashrifi shunchaki navbatdagi sayohat emas, balki ularning o'z kelajagi uchun kiritgan ma'naviy sarmoyasidir. Yoshlar endi shunchaki kuzatuvchi bo'lishni istamaydi. Ular tarixdan bugungi hayotda qo'llash mumkin bo'lgan ma'nolarni izlamoqda. Muzeyga tashrif davomida menga eng ko'p ta'sirlangan qismi bu jadidlar taqdiri bo'ldi. Bu insonlar xalqni ziyolilardan qilish, xalqni uyg'otish maqsadida yangi maktablar, xalqni ilmli qilish yo'lida qurbon bo'lgan insonlar bo'ldi. Bu muzeyda Abdulla Avloniy, Abdurauf Tirat, Abdulhamid Cho'lpon xotirasiga bag'ishlangan juda ko'p ma'lumotlar bo'ldi. Men shuni chuqur tushunib yetdimki, bu insonlar xalqining rivojlanishi, uyg'onishi yo'lida qurbon bo'lgan ulug' insonlar. Jadidlar O'rta Osiyo hamda O'zbekistonning rivojlanishida juda ulkan ulес qo'shgan bo'lib hisoblanadi. Hamda ular bizlarda o'zlarimizning milliy urf-odatlarimizda үйренуге шақырып қалған болып hisoblanadi. Hamda ularning жаңадан ашқан мектептері hamda жаңа o'quv usullari orqali bizlar juda ko'plagan bilimlarni o'rgangan bo'lib hisoblanadi. Jadidlarni o'rganu bizlarga tep bilimda emas, al madaniyatli tarbiya rivojlantiruga juda ulkan ulес qo'shgan bo'lib hisoblanadi. Davlat muzeylari bugungi yoshlar uchun ochiq muloqot maydonidir. Bu yerda xorijlik talabalar mahalliy tengdoshlari bilan umumiy ildizlarni topmoqda. Jadidlar merosi esa yangi avlod uchun yo'l xaritasiga aylanmoqda. Tarix davom etmoqda.
va bugun u o'z ildizlarini qadrlaydigan, dunyoga ochilishdan qo'rqmaydigan kelajakning ishonchli ovozi bo'lib yangramoqda.